Hammaga salom. Meni tanimaganlar uchun men ismim Shahnoz Nazarova. Siberian Wellness kompaniyasining liderlaridan biriman. Esingizda bo'lsa, bundan oldingi videolarimda men lecheniya boshladim degan edim. O'zimni kechiktiryapman, mazam yo'q degan edim. Bir ikkita hushimdan ketishlar bo'lgan edi. Mana hozir diagnozni xullas aniqladik. Doktorning oldidan chiqib kelyapman. Sizlarga video qilay dedim. Hozir kafega kirib o'tirib ro'zani ham ochishga majbur bo'ldim. Chunki bugundan boshlab lecheniya qilamiz. Dori-darmonlarimni ham oldim. Hozir borib уже kapelnitsa, ukol degandek. Xullas, diagnozga keladigan bo'lsak, meni diagnozim meningioma menda aniqlanibdi. Meningioma ekanda, xullas bu. Doktor bilan gaplashganimda bu qanaqa kasallik o'zi deb anaqa qilganimda onkologiyaga o'xshash. Xullas onkologiya degandek qildi. Voy, yuragim chiqib ketdi, to'g'risini aytsam. Lekin u tushuntirdiki, что bu unaqangi qo'rqinchli narsa emas, xavotir olmang dedi. O'sha yoshligimdagi asoratda endi bu yiqilganimda. Aytadiki, bu onkologiya degan misol uchun mana xola deyapti. Hollar, menda ham hol bor. Mana shu hol ham onkologiya desak ham bo'ladi dedi. Bu kattalashsa, lekin o'ssa, u уже опасный dedi. O'smasa mana holimiz turibdi-yu. Xalqit qilayotgani yo'q sizga deb shunaqa dedi. Shunaqa tushuntirdi-da endi qo'rqitmaslik uchun. Keyin ha, juda yaxshi dedim. So'raganda vitaminlar ichaman, shunaqa ichmang dedi. Sizga hozircha mumkin emas dedi. Kurs lecheniyamni olaman, lekin antioksidantlar mumkin ekan ichish. Grijamga ham glukazamik xondroitin MSM ichishni boshlamoqchi edim. O'shani ham aytdim, mumkin ichavering dedi. Sibirskiy zdarovyani aytganimda ham yo'q, qo'rqmadi. Ya'ni aytdiki, juda yaxshi, uni ichsangiz bo'ladi dedi. Xullas, meni quvontirgan tomoni ham shu, bizni Sibirskiy zdarovya, Siberian Wellness mahsulotlarimizni hamma doktorlar hurmat qilar ekan. Sifati tarafdan, har tarafdan endi hurmat qilishar ekan. Shu taraf meni quvontirdi. Hozir kulib gapirib berayotganimni o'ylamanglar. Menga ta'sir qilmadi emas, xursandman bu darddan emas. Hammasiga ham Alloh sababchi. Shu bekorga ham bu dard balkim berilmagandir. Shifosini ham albatta ishonaman, Allohim o'zi beradi. Biz faqat sababchimiz, doktorlar sababchi bo'ladi tuzatishga, lekin yaxshi mutaxassisga uchrash kerak. O'zi u yerdan chiqqanimdan keyin kichik xo'jayinimga yig'lab oldim. O'zidan o'zi oqib keldi-da endi ko'z yosh. Nima deydi? Baribir bunaqa narsani eshitganingizda qo'rqib ham ketasizda, to'g'risi. Endi bu emotsiyada, buni to'xtata olmaysiz-da, hech kim to'xtata olmaydi. Xullas, o'shanda chiqib kelib, yig'lab oldim, ko'z yosh qilib oldim. Qo'rqqanimdan xo'jayinim siqilma, davolasa bo'ladi deyapti-ku deb shunaqa qildi. Endi xudo xolisa davolaymiz. Endi o'zimni hozir uspokoyitsa qilib sizlarga video qilay dedim. O'zimni полный lecheniya jarayonlarimni birma-bir bo'lishib boraman. Kuzating albatta. Hozir mana kapelnitsaga kiraman. Bu yerdan turib, xullas aytmoqchimanki, doktorga borganda ham baribir doktorlar biz bilan yonma-yonda. Endi nima deydi? Allohim albatta shifo beradi, lekin doktorlar esa sababchida endi bizni yo'limizni to'g'irlash uchun, ya'ni bizni dardimizga shifo bo'lishi uchun. Ishonaman, hammasi yaxshi bo'ladi. Meni orzu-havaslarim bor, erishaman degan umiddaman. Xullas, sog'lig'ingizga befarq bo'lmanglar. Bolalarga ham o'sha meni travmam ta'siri bo'lgani, mana endi 40 dan oshganimda chiqib kelib turibdi. O'zingizlar bilasizlar, yoshlik paytimizda o'sha men yiqilgan paytim уже kichkina edim, bog'cha payti, u payt sovet davri edi. Unaqangi hozirgidagi texnologiyalar yo'q edi. Hozir lekin haqiqatan ham zo'r zamonda yashayapmiz. Hamma narsani yechimi bor-da, hamma narsani hal qilsa bo'ladi. Meditsina ham juda o'ta zo'r rivojlanganda. U paytda esa unaqa narsalar yo'q edi, shuning uchun oxirgacha balkim davolamagandir. Hattoki sizlarga aytsam, mana shu iyagim tug'ma emas ekan. Bu chiqib qolgan, mana yonchalab tursa ko'rinadiki, что meni iyagim chiqqan. Bu narsa o'sha yiqilganimdagi asorat bilan qolib ketdi. To'g'risini aytsam, bir umr shu bilan yashadim, to'g'risi iyagimga ham o'sha o'rganib qolganman. Yaxshi ko'raman ham desak ham bo'ladi. Xullas, buni to'g'irlash niyatim ham yo'q, to'g'risi. Shu ham bir meni fishkam deydi-ku. Sizni o'zgacha ekanligingizni bildirg'izuvchi.
hozir esa meditsina yaxshi rivojlangan. Bolalar shunaqangi bir travmalar olganida albatta yaxshilab teshga oxirigacha davolov kursini olib boring. O'shandagina yaxshi bo'ladi. Men o'zimni ham jiyanimda ham shunaqangi vaziyat bo'lgan edi. Kichkinaligida bog'cha paytida yiqilib tushib umurtqasi qiyshayib qolgan edi-da. Ishonsangiz 16 yil lecheniya qilishdi. 16 yil. Hozir mana turmushga chiqib, 2 ta farzandi bor уже. 16 sraz operatsiya qilmadi, korsetlar taqib yurdi. Har 6 oyda lecheniyalar qildi. Ota-onasi ham молодец. O'zimni akam, xolam o'g'il bo'ladi. Mana keyin esa 16 yoshida operatsiya, juda kuchli og'ir operatsiyadan o'tdi. Umurtqasini operatsiya qilishdi. Bo'lmasa agar bukur bo'lib, mana bunaqangi go'rk chiqib qoladi, bir tarafdan qiyshayib, oyoq uzun bo'lib, bunaqa bo'lib qoladi. O'shanaqa bo'lib qolardi-da. Lekin ota-onasi shu bilan kurashganida mana 16 yoshida lecheniya qilganida operatsiyadan chiqdi. Juda ham og'riqli operatsiya edi. 1 yil reabilitatsiyadan o'tdi va nihoyat qizi jiyanimni beli tekis, mana aytganimdek turmushga ham chiqdi, 2 ta bolasi ham bor, baxtli xullas kalom. Shuning uchun sizlar ham bolalaringizga qancha kerak bo'lsa muddat, bu ham bir Allohning sinovida, qancha kerak bo'lsa muddat sabr bilan davolatish kerak. Men ham Xudo xolasa davolanaman albatta. Buni yengamiz birgalikda. Hammasiga Allohim sababchi. Hech narsa bekor gap bo'lmaydi. Xullas shunaqa. Meni kuzating. O'zimni polniy lechenialarimni bir chekkadan ko'rsataman. Nimalar ichyapman, nimalar qo'yapman. Hozircha menga vitaminlar mumkin emas. Yana bir bor takrorlayman. Antioksidantlar esa mumkin ekan. Kimda shunaqangi dard bo'lgan bo'lsa, men bilan bog'laning birgalikda. Nima deydi, bu dardni yengamiz deydi-yu. Kompaniyada ham ishlayotganimdan xursandman. Nimaga desangiz, kompaniyada ishlayotganimdan men ishga borib, misol hozir ishim nima bo'ladi deb o'ylamayman-da, chunki ishim o'zi uyimda. Mana telefonim yonimda bo'lsa bo'ldi. Shu meni ishim. Shu orqali pul topyapman. O'tirgan joyimda deydi-ku. Shunaqa. Shu tarafini ham quvontirdi. Chunki ba'zida даже videolarim olganimda alg'u-dalg'u gaplar gapirib qo'yaman-da. Lekin fikr o'ylayotgan narsam boshqa narsa, lekin tilimdan boshqa narsa chiqayotganini u joylarini albatta kesib tashlaganman. Lekin o'shani doktordan so'rasam, doktor aytadiki, "Ha" deydi, "bu" deydi, "o'sha kallangizdagi o'sha o'simtangiz bilan bog'liq" dedi, "o'sha shish bilan bog'liq" dedi, "o'sha ta'siri bor" dedi. Shunaqa. Hech narsa besabab emas dedi. Shunaqa. Xullas shunaqa gaplar. Mayli, ko'rishguncha xayr, keyingi videolarimda ko'rishamiz. Meni kuzatishda davom eting.